murabbiy Martinez umrida bir tuzuk ish qilmagan odam jami talantini, jami aqlini, jami hali hiylarini bitta shu O'zbekiston bilan hammasi o'xshadi-da. Bitta shu Abduvohid qaytarmaganda Ronaldoni o'sha yugurib borib, shunda ham qarang, ana uni Abduqodir ushlashini deyashlar. Shunchalik ham gap o'rganishda emas, biz juda o'rganiladigan terma jamoamiz deb o'ylamayman. Lekin menimcha ular shu futbol pluslari bor-da, qani Portugaliyada. O'sha joyda men bitta joyda ko'rdim, 5 ta gol urmasalaring, 5 tadan kam ursalaring bizga hisob emas degan shart qo'yishdi-da jurnalistlar. Ya'ni o'zlarini oqlashing uchun 5 ta, shu 6 ta gol urishlaring kerak degan narsa ko'rgan ular ham. Albatta 5 ta uramiz deb o'ylamagan, lekin ishi o'xshagandan keyin bo'ldi, shu planni bajarsak bo'ladi degan. Va tarkibida ham Ronaldo bor.